Ayrim tadbirkorlar mana shu sir haqida hali ham bilmaydi. Bu sir har bir mijozni O'zbekiston Respublikasi Tovar-xom ashyo birjasida o'zlarining shaxsiy kabineti bor. Shaxsiy kabinetiga kirgan holda kunlik bozorlarni to'g'ri tahlil qilish mumkin. Kunlik bozorlarda, savdolarda, jarayonlarda o'zaro ko'ra bilishi mumkin. Savdolarda nima qo'yilgan, qaysi kontrakt qo'yilgan, qanaqa narxda va qayerda joylashganligi bo'yicha kontraktlar bo'yicha, lotlar bo'yicha to'liq ma'lumot olish mumkin. Undan tashqari olgan mahsulotlarini yoki sotilgan mahsulotlarini to'lov shartlarini yoki uzaytirish shartlarini yoki olib chiqish shartlarini o'sha yerda ko'rib turib, olingan kontraktlar bo'yicha qo'shimcha choralar qilsa bo'ladi. Ya'ni o'sha kontrakt bo'yicha to'lovni muddatini uzaytirishi mumkin yoki barvaqtroq yopishi mumkin yoki olib ketilish, yetkazib berish shartlarini ozgina cho'zirtirib berish ham mumkin. Bundan tashqari olingan mahsulotlarni, deylik, shu bugun mahsulot olindi broker tomonidan, shu bugun olingan mahsulotlarini to'lovlarini o'zi onlayn ravishda qilsa bo'ladi. Tiketlari chiqadi, shartnomalari chiqadi. Aynan mana shu klient.uzex.uz platformasi orqali mijozlar portalga kirgan holda o'ziga tegishli bo'lgan har bir qadamlarini to'g'ri kontrol qilgan holda, to'liq nazorat qilgan holda bemalol kuzatishi mumkin. Ya'ni birjada mijoz nomidan qanday xatti-harakatlar ketyapti, qanday summalarda kontraktlar tuzilyapti va komissiyalar qancha summa to'lanyapti, bu bo'yicha to'liq ma'lumot olsa bo'ladi. Bu videoni esa tashkilot rahbariga yoki buxgalterlariga jo'natib qo'ysangiz maqsadga muvofiq yoki foydali bo'ladi albatta. Yanada ko'proq ma'lumot olish uchun sahifamni kuzatishni davom eting.